Beldagi Grisha bilan kelgan samarqandlik dadajonimiz bir kurs litseynidan kelgan fikrlari bilan bo'lishmoqchilar. Assalomu alaykum hamyurtlar. Men Samarqand viloyatining Norbek tumanidan keldim. Oyoqlarim ancha vaqtdan beri og'rib turardi. Belimda Grisha bor deb aytishdi. Shu Grisha oyog'imga shu bukslardan boshlab oyog'imni pastgacha og'rib berardi. Mana bu yerda Samarqandda, Toshkentda eshitdimdagin shu yerga keldim. Mana 2 kun deganda og'riq to'xtadi. Hozir tuppa-durustman, yaxshi yurayapman, qomatni ko'tarib yuribman. Toza enkayib qolgandim, hozir qomatlarni ko'tarib oldim. Ancha yaxshiman. Hammani shu yerga qanday kimdan shuni oyog'i og'rigan bo'lsa, beli og'rigan bo'lsa, shu yerga kelishlarini tavsiya qilaman. Juda ajoyib ekan, doktorlar ham hammasi fizioterapiyalar yaxshi beryapti. Hammasi mana shunday yaxshi shifo topib ketasizlar. Nasib bo'lsa. Xudo xolisi. Sizni yana ikkinchi kursga kutamiz. Velosiped uchmaymiz. Yuramiz ko'p-ko'p, tavsiyalarimizni ham bajaribmiz. Xo'p, albatta. Dadajonimizning fikrlarini eshitdinglar. Sizlarda ham shunaqa muammolar bezovta qilyaptimi? Pastdagi raqamlarga telefon qilinglar, kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar, like bilan podpiskani unutmaymiz.